Mana bugun bir do'stimiz aytib qolgandi, application bor aka, приложение o'shani ishlatsangiz, mana bu 4-5 yulduzli mehmonxona, restoran, supermarketlarda isrofgarchilikni oldini olish maqsadida chiqqan bu application. Shundan zakaz qilsangiz skidka beradi. Bir lunch yoki dinner deydimi, boyagi ovqatlanishga biror nima olib ko'rsangiz bo'ladi degandi. Bugun shuni sinab ko'rdim. Mana skidka nima diskount bilan Angebot deydi bu yerda. Germaniyada Angebot rabat bilan 3 yevroga zakaz qilib ko'rdim. Mana bu mehmonxonadan Holiday Inn Express kelgunimcha shu aytilgan vaqtga tayyorlab qo'yishgan ekan. Mana bu paketni berishdi. Buni ichida nimalar bor? Buni ichida krausen, qaynatilgan tuxumlar, tagida hamda nimalardir bor. Yogurtmi endi boshqami uni borganda balki bo'lisharman. Foydalab приложение applicationlarni bilib qo'ysa yaxshi bu yerda ham. Sog' bo'linglar. Kunlaringiz xayrli o'tsin.